Assalomu alaykum, hurmatli Metalstroyda YouTube kuzatuvchilari va obunachilari. Yana biroz tanaffusdan keyin biz mana bugun usta akamiz Saidul akam bilan birgalikda obyekt haqida qisqacha tanishtirmoqchimiz. Bugungi obyektimiz Ko'prikdamiz. Ko'prikda necha kvadrat edi aka? 950 atrofida. 950 kvadrat atrofida bizdan tom yurtma olgan bu xonadonimiz. Qanaqa tunikalar tanlangan aka bu yerga? Bu yerga Toshkent 01 Matri Ko'prikda. Mokriy, hozir eng trend bo'lib turgan o'sha mokriy rangda qilinyapti. Usta aka hozir rekalarda qoqish jarayoni deymizmi? Rekalarda qoqish jarayonida ishlanadi. Tunika qatirish jarayonida. O'zi mana nimalarda qo'yapti-da o'zi. Hozirroq shu obyekt haqida ma'lumot bersangiz aka. Qancha bo'ldi qancha o'ylashingizga? 20 kun atrofida bo'ldi aka. 20 kunda уже 950 kvadrat joyga rekalar qoqish qilib bo'lyapti. Tunikasi ham hozir boshlangan. Aka qancha reka ishlatilgan? Nega 2000 metrdan ziyod reka. Demak 950 shunaqa 6 sotixlik uylar kimdir shunaqa ajoyib tom qilmoqchi bo'lsa 2000, ya'ni 2 kilometrlik reka ketgan bu yerga. Siz taxminan qancha necha pul ketgan edi rekani o'ziga? Taxtalariga 60 ming atrofida. Paxtani o'ziga 60 ming atrofida ketgan. Tomimizga necha pul ketadi aka o'shimizga? Tomimizga ham hozir 60 million atrofidalik tunika olib kelganmiz. Aksessuarlari bilan birgalikda. Ilgari fanarezi, aksessuari, tarnovi, hamma yo'q. Demak Metalstroyda o'zidan to'liq 60 millionlik rasxod bo'lgan. Taxtasiga unga ham 60 million. 120 millionga shunaqa uy olsangiz, 120 million so'mga bemalol tom bitirsangiz bo'lar ekan. Sir bo'lmasa aka, sizni xizmatingiz qancha bo'ladi? Shuni necha protsent endi sizni haqqingiz bo'ladi? Aka bu yerda 60 mingdan qilib beryapmiz. Kvadrat. Demak shunda necha pul chiqadi? Bu ham 65 million atrofida. Tarnovlari bor, metr tepada Yevrokamizlari bor. Mana qiziq chiqyapti haqiqatda lekin. Lekin ishingizga garantiyasi bor-da. O'tkazish masalasi. Garantiya beriladi. Tiniq qilib topshirib chiqib ketasizlar. Xudo xolasa chiroyli qilib turib beramiz. Mana karkaslari ham chiroyli chiqyapti. Metalga qotirilar ekan-da aka. Ajoyib. Zo'r. Endi sizdan so'rab olganim YouTube'da xudo xolasa kimdir siz bilan ishlamoqchi bo'lsa, shunaqa xizmatlardan foydalanmoqchi bo'lsa, Metalstroy orqali aloqaga chiqsa, shu akani inshaalloh ko'rasiz sonlaringni. Yana biz hozir taxta qoqish jarayonining o'ziga keldik. Inshaalloh bitsa akam bilan birgalikda yana shu suhbatni davom ettiramiz. Hozir yo'llari bo'lgan. Oldin shu yo'llari bor. Xatlari bo'ldi. Bitta kelamiz aka. Qanchada bitadi aka o'zi? 4-5 kunda bitiramiz xudo xolasa. 4-5 kunda akam bilan yana ko'rishyapmiz. Video davomida.